Mana sahr kasalligida insulindan ham chiqib ketsa bo'ladimi deyishadi. Mana Farg'ona viloyatidan Diloyatxon opamiz 5 mahal insulin olardi ekan, 17 yillik sahr edi ekan. Sahringiz eng maksimal nechiga ko'tarilib ketgan? Shu Covid bo'lganda 27-30 ga chiqdi. Hozir nechi? Hozir 4 chiqdi bugun ertalab o'lchovdim. Mana Diloyatxon opamiz bu 5 mahal insulindan qanday chiqib ketgani va hozirgi mana 4 sahrga qanday erishgani haqida hozir gapirib berishadi. Videoni oxirigacha ko'ring va xulosa chiqaring. Xudo xolasa endi yaxshi bo'lganimga shukr qilaman. Menga bu kasal 17 yil oldin ilashgan. Sahr kasali ham. Men endi qattiq stressga tushganman, oilaviy. O'g'lim odamlarni ashaqa ishlatgani olib ketib, ularning pulini boshqalar olib qo'yib, meni o'g'limdan ko'rishib, odamlar uyimizga pulimi ber deb to'polon qilib kelishavergan. Shu stresslardan men o'zim bilmaganman-da endi o'sha paytlarda. Bitta o'sha o'g'limning qizi bor edi, endi shuni olib ketamiz degan gaplar ham chiqqanda, qo'rqqanimdan ko'chada mashina kelsa jim turar edim, nafasim olmaydi. O'tib ketsa, o'tib ketdi edim. Shunaqa bizniki kelmayaptimikin? Biznikini chaqirmasmikin? Darvozani ochmasa darag'natishar edi. Endi bunaqalarda stress bo'lar ekanda. O'g'lim qo'rqmanglar, hech nima qilisholmaydi, men aybdormasman desa ham endi odamlar baribir sen olib ketgansan deyishganda. Endi Xudoga shukrki, endi mana shu bu paytda sizda qanaqa asoratlar bo'lgan? O'shanda men nima qilar edim? Siqilar edim. Siqilar edim, hali bir narsalar yegim hech nima yuragimga sig'mas edi. Odam ko'p joyga borgisi kelmaydi. Odam ko'p joylarga birovni gapini ham olamasdim, eshitishdi. Hali bir marosimlarga ham xohlamay qo'yganman-da kirishni. Faqat uyda yotsangiz, faqat uyda yotaman. Shu endi suvda ichaveraman, alta blok meni olib kelib qo'yishadi. Hali krant suvdan ichkim keladi. Ana yoqqa borishdi, hojatga ko'payadi. Boraveraman. Oxiri xo'jayinim yotgim keladi. Holsiz yotaman, uyqu kelmaydi. Yotaveraman. Hech narsaga ixtiyorim qolmaganda. Shu faqatgina bo'g'ilib, siqilib shu bir narsa yurakka sig'may qolganda. Lekin o'g'lim kelib, "Buva, siz nimaga bunaqa bo'ldingiz ekan? Siz nima siqildingiz?" deb endokrinologga olib borgan. Tekshirtirgan olib borgan. Endi hali peshobni tepligidan endi o'zlari ham bilishdi. Endi shu bir bo'lsa meni ukam sahr bo'lgan edi-da. Shu meni onam bor edi. Bu ayin juda ko'p choy ichyapti. Buni ko'rsatinglar degandan keyin olib borsa, olib borganda 11 chiqdi. Sahringiz bor ekan degan. Sahringiz bor ekan degan. Endi hali bilib turib yana siqilganman. Tushkunlikka tushib, yana xafa bo'lib, endi men nima bo'ldim, endi nima bo'laman, endi bu og'riqlar, bu nimalar meni endi o'ldirsa kerak edi. Viktoriya Sadiqovna degan endokrinolog bor ekan, o'shanga olib borishdi. O'sha endi lichinalar qilib turdi. Baribir anaqa. Necha yil bo'ldi bunga? 17 yil. 17 yil bo'ldi, ha. 17 yil bo'ldi. 2007-8 yillarda boshlanganda. Endi juda ozib ketdim. Men juda yaxshi edim-da, juda ozib ketdim. Ozib ketgandan keyin ancha nimalar qildi-yu, lekin hali nima bartaraf bo'lmayapti-da endi. O'qildi, bu oxirini insulinga o'tkazdi. 5 mahal insulin olaman deydi. Hali o'zim insulinni qilaman, o'zimdan o'zim qochaman bunaqa qilib. O'sha bezillab qol. Mana kindiylarda atroflari, buni yelkalarim, qo'lim tegsa ham og'riydi bo'lib ketdi. Endi bu bo'ldi, mana shunaqa qilib juda qiynalib. Lekin u oyog'ida og'rig'iga chidab bo'lmaydi. Yursam yuraveraman, yotqizmaydi. Yotsam endi harakat to'xtashiga kuyishgandaqa qilib kuyib qolgandaqa og'riydi. O'sha Mingdanobatga endokrinologga borsam, Tibaltinga yozib berdi. Tibaltin ham endi ancha halla uxlatdi, endi uxladim. Lekin og'riq kunduziga ham o'tib oldi. Pastda yana og'riydigan bo'ldi. Tirnoqlarim yomon bo'lishni boshladi. Gabanirov yozib berdi. Bitta neyropatolog Gabanirov. Endi u orada qoldirar ekan, davolamas ekanda. Ular davolamas ekan. Undan keyin lekin nodiabet
chiqdi, nodab yetdi, olib berishdi. Birinchi hali yana bitta chiqdi-ku. Ala diabetlar Yo'q, bo'lgan. diabet nima? Hozir esimga kelmayapti. Unaqa firmalar ham ko'p. Ha, firmalar ko'p. O'shanikini ichdim. Uniki hali shpritsda tomizib suvga qo'shib ichar ekansiz. Jicha kuchimni ko'paytirdi. Holsiz bo'lib qolganman-da. Nimadan? Coviddan bo'ldim-da. Covidda 27-30 ga chiqib ketdi. Ashunda o'shandan ichdim, xalla endi yuradigan bo'ldim. Ko'zlaringiz ham xiralashganmi? Ko'zim xiralashgan. Nodiabetda ichsam, men uni qoidalarga rioya qilmabman. Tushuntirishda tushunmabman. Endi hali nimam joyida basta. Xotira. Bunday saqlab qololmaydi. Endi yo'q, foyda qilmadi deb 3 oy ichmay qo'ysam, bitta Madinaxon degan qiz mashina reklama qilib, "Xola, siz ashuni olgan ekansiz. Bu unaqa bas, bu boshqa nimasi, doktorlarimiz yaxshi, unaqa dedi." Endi ancha kuzatib yurdim. Endi hali oldingini foyda qilmaganim o'zim aybdor ekanman. Qizingiz gruppaga qo'shib qo'yibdi. Qizim mana shu gruppaga qo'shib qo'ydi. Kuzatib borib, o'sha toza gul opalarni, Risolat opa, buni quvali. Dildora opalar. Ha, Dildoraxon endi hammani xursand qiladi. Ha. Aytaman, "Voy shu qiz bilan billa bo'lib qolsam" deyman-da. Xursandchilik yoqadi odamga. Lekin noyabrda oldim dori. Oldim. Endi meniki endi uzoq yilligichami og'riqlar biror oyda og'riqlar qoldi. Bir oyda qoldi og'riqlar. Lekin hali zing'illab, uvishib, anaqa turishlar bir 3 oyda xilla yengilladi-yu, men insulindan chiqib ketdim. Maşallah. Insulindan chiqib ketdim. Diabetom bilan aptinni taklif qilishdi. Ashuni ichdim. Endi hozir 1 oycha bo'ldi, diabetonni ichmayapman. Sahirim ashi yangi yildan shag'isiga 6 dan oshgan, 7 ga ham chiqqan yo'q. Shu 6 da turibdi. Endi boring ashi bir 15 kundan shag'isida faqat aptinni ichyapman-da. Aptinni yarimta ichyapman. Uni yarimta ichyapman. Endi mana shu boring 15 kundan shag'ida o'lchasam 4.6, 4.7. Bugun ertalab o'lchasam 4.4 chiqdi. Anu qizim, "Bu manundan jicha yuring. Pastku sahiringiz dedi, yo'q, yemayman. Men shuni yemasam yaxshi yursam, endi bunda asosiy rejim parhez ekanda. Keyin Jismoniy harakat yuraman. Endi unaqa 15-16 kilometr yurmayman, metr yurolmayman-ku qadam. 12 ming, 10 ming, yo'qida 8 ming qadam yuraman. Ertalabda kechda. Ha, ertalabda nonushtadan keyin yuraman, kechqurun ujindan keyin yuraman. Ertalab yaxshi nonushta qilaman. Habitda uchularda qilaman. Shu bilan kechqurunga bitta bodringmi, yo bitta pomidorni ashini yeb olaman. Juda yaxshi yotaman. Juda ham yaxshi yotaman. Bu ahlini ukamga juda katta rahmat aytaman. Do'rambo'yga ham. Do'rambo'y qanday savollar kirasizmi? Chatga kiraman, kirib o'sha muammolarimni aytsam, chiroyli qilib yo'l yo'riqlarni ko'rsatadi. Bizga bepul shunaqa lechinalar qilayotgan hammalaringni tanijoqlaring sog' bo'lsin. Hozir asoratlar bormi yo'qmi? Yo'q, endi jinda uvishish bor. Endi oyoqdami yo qo'lni ichida? Yo'q, bog'larim yaxshi. Oyoqda tagida. Shu oyoqda tagida. Oldin tizzani pasti polni yuvisharmidi? Oshig'imdan pasti uvishib qolar edi. Hali yo'qdim qilib bosishga ham sezmay hali narsani ushlab yurishga harakat qilar edim. Yo'q, Xudoga ming marta shukr, hozir endi o'zim bemalol xohlagan ishimni qilib, xohlaganim. Asablaringiz. Voy, uyquni ayting, bolajonim, uyquni ayting. Uyqu yo'q edi-da. Shu aytamanki, hamma yotib uxlayotsa kuyib ketar edim-da. Men uxlasam-ku. Shu boring 2 dami, 3 dami uxlasam, yana 4 da 5 bo'lmay yana uyg'onib olar edim. Holsizlanib, kuchingiz yo'q bo'lib, yana ali sahar uxlamasangiz yana oshib ketaverar ekan. Asabiylashadi. Xudoga shukrki, stol diabet ichganimdan mazza qilib uxlayman-da. Mazza qilaman, shu xubtonni zo'rg'a kutib turaman. Xubtonni o'qiyman-u, mazza qilib uxlayman. Hali qizim go'ga kirib, "Uxlayapsizmi?" "Ey Xudoga shukr, aya, uxlayapsiz. Bolalarim ham so'ynadigan bo'ldi-da."
hali men uxlamaganimga oyog'im uchida yurib yo boshqa xonaga chiqib ketaman yo tashqariga chiqib ketaman, ular bezovta bo'lmaydi. Ular ham baribir biladi endi men chiqqanim. Endi hozir aya shu kompaniya yo'qolmasin, ilohim shularni tani joni sog' bo'lsin. Mana shu dorilarni yaratayotganlar ilmlari, qulpi dillari ochilib, bundan ham ziyoda bo'lsin deb. Hojatga borishlaringiz ham kamaydimi? Ha, hojatga borishlarim vaqtli kamaydi. Hozir endi shu bitta narsani so'ramoqchiman Davronbek. Men haligi damlama cho'yni ichsam, rosa ko'p bordim boshimga. Rosa ko'p bordim. Endi hozir bir cho'ynagini ichib olsam ham, birinchi tozalaydi-da u. Boshlanishiga tozalab, shu siydik orqali organizmdagi o'sha oshiqcha zararli moddalarni chiqarib yuboradi. Birinchi boshiga shunaqa ko'p yugurtiradi. Hozir endi normal. O'sha ertalab bir borsam, abitda shu peshinga torat qilishga boraman. Shunaqa hozir ko'zimni ko'rsatgani bordimda, o'qigani ko'zingni olgan. Borsam aytdiki, 23-yilda kelgan ekansiz dedi. Ko'zingiz o'shanday turibdi dedi. O'sha minusga o'zgarish yo'q. Minusga o'zgarish yo'q. Nima? Parda bor deyapti. Parda bor deyapti. Sahrdan bas sizniki. Aytdim, men o'g'nalyapman dedim. Oldin achkisiz yurolmasdim. Achkisiz yuryapman bolam endi. Men ko'zlarim o'g'nalyapti, ko'zim o'g'naldi. Xudoga ming-marta shukr. Endi sizlarga duo qilib yotibman-da bolam. Sizlarga tinmay duo qilib yotibman. U ko'zingizga pidus tomoni bu stop diabeti tarkibida chernika ekstrakti bor. U ko'zdagi mayda qon tomirlarini oziqlantiradi-da. Shunchalar. Davlinalaringiz qanaqa hozir? Oldin qanaqa edi? Davlinaga har kuni ertalab ekvator bilan nima ichardim? Inab ichardim, inab yo'qmay qoluvdi, ekvator ichardim. Har kuni ertalab bitta ichardim. 10 kunda 10 ta ketadimi? Doriga pul manami? Hech qanaqa dori ichmayapman. Hozir ichmayapsiz? Yo'q. Davlina hali bir kun nima deyishdi? Anaqa ekan deyishdi. O'shancha magnit bo'ron payti. Shu rosta kuchaygan kuniga qizim nima bo'lyapti? Shu boshim o'rganga o'xshab bir o'lchaysanmi desam, o'lchovdi 47 ga 90 ekan. Aya magnit bo'ron ekan. Sizga aytgim kelmadi. O'sha kuni dori ichdim. Men o'sha dekabrda olgan ekvatorim tugagan yo'q. O'shana 3 ta yo 4 ta ichdim. Men har 10 kunda bitta ekvator ichardim. Bir men gohida 2 marta ham ichardim. Davlinam umuman chiqmayapti. Meni rostdan ham sahrmisiz siz deyishyapti. Men endi shunaqa edim, hozir yaxshiman-da deb anaqa qilsam, unga ana qizim aytayapti, aya yaxshiman deb yana parhez buzib qo'ymang. Parhezingizda mana shunday yuraveringchi, ana domla odam aytayapti-ku, ahliddin deyapti. Siz 1-2 yil mana shu past sahrda yursangiz, lekin hamma narsaga ruxsat bo'ladi. Men shunday yursam parhezda yashayveraman umrim oxirigacha ham. O'zi sog'lom odam ham parhez qilsa, ancha yosharab ham qoladi. Shunaqa ekanda, vali bitta neyropatolog doktorim bor-da, sizdan qo'rqib ketyapman, siz yosharyapsiz. Alhamdulillah, o'ziga shukr. Endi meni xursand qilgani shuna deyapti-da, endi meni nimani ko'targani. Aytdim, Nodirbek, meni juda ham quvontirvardingiz, rostdanmi desam, yo'q, endi bu sahrga tushganini qarang, bu dorilardan chiqib ketganingizni qarang. Bu xursand qiladigan ishda. Endi faqatgina kecha o'sha menga o'sha borishadi degan bo'layaptiki, xola dedi, o'sha aptengni ham ichmasdan birar hafta bir o'lchab ko'ringchi, qana bo'lar ekan. Shunday ham mashinada turaversa, balki chiqib ketarsiz. Odinaxon doktorim, xola, sizni zahardan chiqarib olaman, meni xursand qiladi. Juda ham yaxshi qiz. Endi bu ximikal dorini qayergadir foydasi bo'lgan. Ha, endi bor ekanda. Zarari bo'ladi. Shunaqa ekan bolam. Endi tan jonlaring sog' bo'lsin. Endi opa shu stop diabet olishga ikkilanayotganlar bor. Ta'sir qilarmikin, qilmasmikin deb. Endi ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Ular ham har xil firmaning dorisini olib, ta'sir qilmasdan bunga ham o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Ota-onasiga olib bersammikin deb ikkilanayotganlar bor. Ularga ikki og'iz gapiramiz. Men ularga albatta olinglar deyman-da. Nimaga? Men o'zim foydasini ko'rdim. Foydasini ko'rib, o'sha kuni ko'z doktorga borsam, o'sha bittasi ashnaqa mendaqa sahr ekan. Nimadan yaxshi? Stop diabet oling dedim. Boshqa hech qanaqa dori bor. Stop diabetni iching, siz menga rahmat aytasiz dedim. Yonimda bitta qo'shnim bor edi.
qong'islik edi. Ne o'shanga men ro'zada iftor qiluvdi, borib o'sha yerda gapirsam, nomerlaringni oldi, dorini olib ichishyapti ekan. Menga har kuni xuftonda o'qib bilib rahmat aytadi. Va menga bas, siz kompaniyaga ayting. Kompaniyadagilarga ayting, Davronbekga ayting, Dostonbekga ayting. Ular o'shalar tufayli anaqa qilganman. Men Dostonbekga telefon qilib, Dostonbekdan so'rab, mana shu nomerga telefon qiling degan lekin olganman. Deyman, endi olishyapti shunaqa qilib, endi olib berishsin, ichsin. Baraka topishsa siz ham xursand. Mana undaqa zahar dorilardan odam chiqib ketar ekan. Men bir hovuch dori ichardim. edim. Mana shu dorilardan davlinaga alohida, sahrga alohida, uxlashga, o'n yoqqa qabziyatga va endi qabziyat orqasidan grishalar bo'lib qoldim-da. Endi Xudoga ming marta shukrki, endi hamma yo'q yaxshi, hamma yo'q joyida. Ming marta shukr qilaman. Bu o'ylanmanglar, odamlar o'ylanmanglar. Pullaring yo'llaringda qaytib keladi. Men 900 so'm pensiya olardim, ashim dorimga yetmas edi. İchadigan dorilarim yetmasdi. Ha, stop diabetga 400 ming pul ketyapti. Pensiyam ham turib qolyapti. Men pensiyamga tegishmaydi. Ximikat dorida ham ichmayapti. Ximikat doriga ketardi hammasi. Hali nimadan anaqa masla berishadi-ni, haligilar surkab, oyog'imga massaj qilsam, mazza qilib nega uxlayman. Endi Xudoning mehribonchiligimi, sizlarning yordamlaringmi, alhamdulillah, alhamdulillah. Shukr qilaman-da, shukr qilaman bolam, shukr qilaman. Stop diabet ichida nima bor deyshadi, atay mana ko'rsatgani. Oldim. Mana. Buni ichida stop diabet tabletkasi bo'ladi. Keyin stop diabet kapsulasi bo'ladi, farazidini yozib va bu yerda 3 ta korobkachada choyi bo'ladi. Obrazesga ko'rsatgani oldim. Bunaqa paketchalik choyi bo'ladi. Mana shu choyini foydasi juda katta ekanda. Endi bular ham juda foyda. Bu choyi davlinaga zo'r ekanda. Davlinaga juda zo'r ekan. Lekin asablarni ham tinchlantiradi ishlaydi bular. Asablar ham tinchlanib, o'zi qon suyulganda miyadagi mayda qon tomiriga qon yaxshi aylanib, miya kislorodga to'yinib, o'zi asab ham ancha tinchlanib qoladi o'zi. Ha, ne bolalar to'polon qilsa ham ko'tarmasdim-da. Ne qizim aytadi, "Oyijon, bolalarni tinchlantiring, tinchlantiring." Kelo, o'ynashaversin. Bola bo'lgandan keyin o'ynashaversin. Bolada bular desam, astag'firulloh. O'zgardingiz siz deydi. Aya, o'zgardingiz. Shu kompaniya yo'qolmasin. Va aya siz uchun yo'qolmasin. Va men uchun bas barcha mandaqalar uchun. Barcha mandaqalar uchun yaxshi bo'lsin ilohim. Mana endi Xudo xolasa, endi 3-4 kundan keyin nima, mana davlini o'lchaydiganlarni berdilaring. Sahrda o'lchaydiganlarni berdilaring. Mana bir ko'chaga yaqa-baqa yugurmay, uyda hamma yoqda bajarib o'tiribman. Endi yana birar haftaning ichida yana 1-2 marta o'lchasam, yana shunaqa 5 ga chiqib qolmasa, aptinni ham ichmay qo'yaveraman-da. Sekin-sekin dozasini kamaytirib, Odinaxon bilan bir maslahatlashasiz. Odinaxon bilan maslahatlashaman. O'sha diabetonni endi ichmay yarimta aptin ichavering degan. Endi Xudo xolasa yana bir o'lchab Odinaxon bilan gaplashaman. Inshaalloh. Bu dorini qayerdan olsak bo'ladi deyshadi. Mana bu yerda nomeri bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda nomerlari bor ashadda. 55lik 503 05 05 ga qo'ng'iroq qilsa, videoni ko'rayotganlar mutaxassislar dori haqida ma'lumotni berib, uyingizgacha bepul yetkazib berishadi inshaalloh. Olib berishyapti bizga, Xudoga shukr. Olib berishyapti. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat, Joningiz sog' bo'lsin. Doim shunaqa xursandchilik kayfiyatda sog' bo'ling.